tekinga nakrutka urishni o'rgataman. Buning uchun Instagramga tekinga nakrutka urishni o'rgataman. Buning uchun bitta yangi akkaunt ochib olasizlar. Uni kod parollarini o'zingizlar bilishinglar kerak. Uni emailga telefon raqamini ochishinglar kerak bo'ladi. Keyin o'sha Google'ga kirib olamizda, bu yerdan takibchi kralik deb yozamiz. Takibchi kralik deb qidiramiz. Keyin birinchi saytga bosamiz. Birinchi saytga bosgandan keyin bu yerda mana shunaqa oyna ochiladi. Bu oynani girish degan joyiga bitta bosamiz. Keyin boyagi yangi ochgan akkauntlaringni email bilan parolni yozasizlar. Mana men yozaman. Keyin login degan joyga bitta bosasizlar. Kutasizlar. Kirib oladi. Shunaqa oyna ochiladi. Bu yerda sizlarga kelgan kodni kiritasizlar. Emailingizdan keladi. O'sha kiritgan emailingizdan keladi. Mana kod. Confirmni bosamiz. Dальше ketamiz. Dальше kiramiz. 6 xonali kod bo'ladi. Kirib bo'ldik. Keyin mana yerda Instagramga Eager Followers degani bor. Bosamiz. Bu yerdan o'zingizlarni original akkauntingizning nickini yozamiz. Mana masalan meniki uzr. Keyin find user'ni bitta bosamiz. Keyin mana shu yerdan o'zimizga kerakli obunachilarning sonini yozamiz. Bu eslatib o'taman, bu to'liq kelmaydi, bu obunachilar hammasi kelmaydi. Ora-orada qolib ketganlari ham bo'ladi. Keyin startni bosamiz. 2 minutning ichiga obunachi keladi. Masalan, mana qildim Instagramga. Menda hozir 607 ta podpischikim bor. 605 ta podpischikim bor. Bitta tortasizlar, tortasizlarga kutasizlar. Kutib turasizlar. Menda internetim yaxshi ishlamayotgani uchun yaxshi emas. Yoki mana Instagramni bitta tozalab qaytib kirib olasizlar. Eng muhimi mana buni tozalab olmaslik kerak. Instagram kirib olamiz. 605 ta podpiskim bor edi. 625 ta bo'ldi. Yana bitta eslatma, bu akkauntingizda mana shu hozirgi men ochgan, masalan, bitta akkaunt Musur akkaunt ochasizlar, noldan ochasizlar. Bir kunda bir marta shu saytga kirib podpischik ursa bo'ladi. Yoki boshqa akkaunt ochib har kuni ursangiz bo'ladi. Bunda bir kunda bir marta bo'ladi. O'zi obunachilar kelaveradi. Mana bitta kiramiz. 234 ta keldi deydi, lekin kam keladi. Atak keladi. Birinchi marta nakrutka urish. Unda
hammasi отписка qilishi ham mumkin. Xayr, hammaga sog'lik bo'linglar, layk, podpiska esdan chiqmasin.